Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Tomoshabinlar, nasibda yangi bir ishimiz boshladik. 25-mart kuni. Aboy qilamiz. MDF tugadi mana 180 mm variant bo'ldi Qashqadaryoga. 670 ga 270. Karni sifatlar bo'lgan, buzib tashlab boshqatdan qilindi. 25-mart 2025-yil sanamiz. Mana biz qirib nasishga qilib chiqamiz. Keyin gruntовка qilib, rotni shpakilovkalar o'tiladi. Kraska bo'lgan deb. Ademilsa bo'lgan devorlarga shunday ishlov bersa bo'ladi. Ayrimni to'liq qirib tashlaygan. Mana bunday nasishga qilib chizib chiqsa ham bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Shogird bos gazi. Shogird mana gaziga bosyapti. Murojaat qilaverasizlar Qashqadaryo Surxondaryo bo'yicha. Yangi MDF ishlatildi mana. O'sha marmar fason berilgan. Hamma narsasi o'zidan ustaramiz, qandildan tashqari 180 mingdan hisoblanadi. 1 metr kvadrati. Gullari ham patsvet qilib o'sha MDFni o'zidan o'yilgan. Yangi gul, o'sha yangi fason ishlatildi bu yerga. Murojaat qilaverasizlar, telefon raqamlar bilan nasib bo'lsa aboy qilamiz. O'sha atachinta variant olib kelingan. Kuzatib boringlar, chotka qilib ko'rsatamiz hammasini. ZTAgalar bo'ladi. Biz buni rotmo bilan yamagandan keyin o'sha ustamiz ZTAgalarni MDF ga moslab qoqib ketiladi, keyin aboylarni boshlaymiz nasib bo'lsa kuzatib boringlar.